Assalomu alaykum aka-ukalar, salomatmisizlar? Biz O'sh oblasti Saravon rayoniga qarashli Achi uchastkasini Qayrima degan joyda turibmiz. Bu yerdan bizga xudo xolasa 7 sotiylik xonadonimiz bugungi kunda sotuvga chiqdi. Senalari ham cho'ntak bop, o'ta yaxshi holatda. Ikki plus tomoni bu yerda grant, mana katta nimada buni uyga kirgizib olsangiz ham bo'lar ekan. Uyda oldimizdan ham arada suv o'tar ekan, mana arada suv. Uyimizni past tomonida ham katta arada suv bor ekan. Qani realda ichkarilarini ko'ramiz. Akalar, xudo xolasa xonadonimizga ichga kirdik. Bu yerga jicha uxo'shuvayt qilish kerak. Sabab ko'ryapsizlar, bu yerda почти 15 yildan beri birov yashamas ekan. Ko'ryapsizlar, oldilari shunaqa tuproq. Stashkalarni qo'yib berib, chiroq qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda plus tomoni uy o'ta qalin solingan. Bu fundament qarang. Bitta aka fundament topib qo'ydik qalinligi. 1 metrdan oshiqroq fundament. Akalarimiz o'ta mehr bilan qolgan ekan sovet paytida. Endi stashkalarni to'g'rilab, lesnisalarni to'g'rilab qo'ysa, o'ta zo'r. Bu yerga kirganimizdan keyin katta veranda, bu tomonda so'ri ekan, bu tomonda bitta xona. Bu yerda deski mehmonxona qilib qo'ysangiz, bu yerda misol mehmonxona qilib qo'ysangiz, bu tomonda o'zingizga spalniy qilib olsangiz, misol uchun bu tomondan o't yaqasiz ekan, ichkari tomon isir ekan, o'rta pechka deb qo'yadi uni. Bu yerda chiroq qilib, uxo'shuvayt qilib turib, o'zingizga spalniy qilib olsangiz, bu tomonni detskiy qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Sabab katta bola chaqangizga dars qilgani, hamma sharoit qilib bersangiz bo'ladi. Devorni qarang, 2 g'ish ekan devor. Devor ham 2 g'ish ekanda bor, 50 santimetrdan oshiqroq bu. Qani bu yoqda ko'ramiz, shu yerda, bu yerda ariqda suv, hamma narsasi bor. Endi bu yerda o'zingiz uslovingizga qarab turib, o'zingizning sharoitingizga qarab turib, bu yerda o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Qani bismillah, past tomonlarni ko'ramiz. Har bir odam havas qilsa kerak uydan shunaqa suv o'tishini. Men o'zim havas qilaman, shu uydan, xonadonlarda uydan o'rtasidan suv o'tganda, sabab suv bor joyda hayot borda. Bu tomon tal ekan. Bemalol bu tomonga molxonani solib foydalansangiz bo'lar ekan, birovga xalaqit bermaysiz ekansiz. Bu xonadonimizni bahosini kelishim bahoda deyapmiz. Qiziqqan aka-ukalar 0552 28 28 13 raqamiga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi va kelib ko'raman desangiz ham o'zimiz olib kelib sizga ko'rsatib, sharoitlar bilan tanishtirib ketamiz. Xolasa hammamizga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Assalomu alaykum.